Salom qizlar, bugun sizlar bilan nima narsani arzondan olgan yaxshi, nima narsani qimmatidan olgan yaxshi, shu narsalar haqida gaplashamiz. Bu hammasi meni shaxsiy fikrlar. Bugun ham internetdan narsa sotib olgan narsalarim ketdi, shularni olishga borish uchun sizlar bilan revizyon qilamiz. Ko'chaga SPFsiz chiqib bo'lmaydi. SPF sotib olamiz birinchi. Bilasizlarmi qizlar, men uzoq muddat foydalanadigan narsalarni qimmatidan olish kerak deb hisoblayman. Masalan, kiyim-kechak, uyga mebel, shunaqa narsalar. Ovqatlanishga ko'p pul sarflamagan yaxshi deb hisoblayman, chunki 1 millionga ovqatlansangiz ham, 100 mingga ovqatlansangiz ham, ertalab obedga baribir qorin ochadi. Yana ovqatlanish kerak. Bir yil qornimiz to'q yurmaymiz-ku. Erim bilan shu narsa haqida kelisha olmaymiz. Erim bu vitaminli narsalar yeyish kerak, bo'lmasa organizm kuchsizlanib qoladi deydi. Erkaklar nima uchun bunaqa ochofatsizlar? Men o'sha pulni qimmat kiyimga olaylik, uzoq muddat foydalanamiz yillar davomida deyman. Yillar davomida foydalanadigan, sotib oladigan narsani raznica ozgina bo'lsa qimmatrog'idan, yaxshirog'idan olish kerak, chunki unga har kuni pul sarflamaymiz. Juda ham kuchli makiyaj qilmayman, mana bunaqa uzoq yaqin ko'rsatadigan oynam bor. Shu bilan odvodkani chizib olaman. Shu bilan revizyon tugadi. Siz ham shaxsiy fikringizni qoldiring. Nimani qimmatdan olish kerak, nimani arzondan olish kerak, qilasiz qanaqa? Menga qiziq. Bye bye.